Assalomu alaykum. Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha mana avtobuslarimiz Moskvaga qarab mana musofirlarimiz jo'nab ketyapti. Shu ekranda nomerlarga murojaat qilsalar, aka-ukalar, Toshkent shahridan mana Qo'yliqdan odamlarimizni olishni boshladik. Moskva shahriga qarab yo'nalish qildik. Shu ekranda nomerlarga murojaat qilsalar, aka-ukalar, bezposrednik har xil o'rtakashlarga ishonmanglar. Videolarni ham o'g'irlashib YouTube tarmog'iga qo'yishyapti. Posredniklar, aka-ukalar, har xil posrednik moshenniklardan ogoh bo'linglar. Primoy shu ekranda nomerlarga murojaat qilsalar, aka-ukalar, starshilarimiz olib javob beradi. Hozir mana Qo'yliqqa avtobusimiz keldi, posatkaga qo'yildi. Mana musofirlarimiz Moskva shahriga ketyapti Toshkentdan. Bemalol shu ekranda nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.